Let's go. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar. Naq 91 bo'ldik. Men Minecraft haqida ham videoga olishni boshladim. Orqamdagi qo'shiqqa e'tibor bermaysizlar. Xo'sh. Menga birinchi nima kerak bo'ladi? Xo'sh, daraxtga olaymiz. Bilmadim, ba'zi blogerlar kazlaymiz deydi, lekin menga kavlaymiz ko'proq yoqadi. Agar daraxt kavlasak, uchqun 4 ta yetadimi? Apchi gapirdasan ham obunachilarni xursandqi. Bittasini tushirib oldim. Mayli, hech qisi yo'q. Bizga yetaveradi. Nima reklama chiqdi? Uzr, bu mening muammoyim emas. Minecraftga reklama joylashtirib, qaysi ahmoq kallasiga keltirdi bilmadim. Lekin mana shu yerda, mana men narsalarni o'z qo'limda yasamayman, shuning uchun ulardan foydalanyapman. Xo'sh, eng keraklisi kirka, o'zlaringiz ham bilsalaringiz kerak. Men kirkada kavlayveraman. Taxtani bekorakchiga ishlatgandan ko'ra kirka bilan kavlagan yaxshi. Xo'sh, kirkada ham juda sekin kavlamaydi-yu. Endi ovqat va qo'y masalasiga kelsak, qo'y sira chiqmayapti. E'tibor berib yurish kerak. Sizlarga Minecraftda qaysi ish yoqadi? Toldanmi yoki anaqa oddiy daraxtlardanmi? Mencha oddiy daraxtki uncha odamlarga yoqmasa kerak, chunki oddiy daraxtni rangi, eshigi juda ham oddiy, qishloqda ko'p uchraydi. Ne uchun asab buzadi bular? Mana halutdan shaxta va ko'mir. Bu degani omad. Ko'mirning ko'pi ham kami ham yo'q deb fakt aytardi, adashmasam. Xo'sh, mana ko'mir yig'dik. Endi tosh davriga o'tamiz. Mayli. Keyinroq yet la'nati. Men temir topdim. Temir, faqat men ahmoq emasman. Biz tosh kirkada kavlamasak, temirni bizga berishmaydi. O'zi 2 donami, 3 donami chiqsa kerak. 1 2. Bizning omadimiz keldi. Mencha bu yerda ko'proq chiqadi. Xo'sh. Uchqun gapira, obunachilar zeriktirib qo'yma. Ular ham bir gapingni eshitsin, ovozingni eshitsin. Maqti endi san'at qurbonlik talab qilishadi. Nima gapiraman? Nimani gapirsang ham gapiraver. O'zingga kelsa gapiraver. Ana Rustam ham gapiradi, to'g'rimi Rustam? To'g'ri. Mayli, gapirmay qo'yaver. Bu yerda 3 kishi qo'y. Lekin biz qo'shilishmaganmiz, chunki bu Minecraft juda ham tufti. Tufti bo'lsa nima bo'lmayapsiz? O'ynagim keldi-da. Bundan boshqa o'yin tortish mumkin emas. Chunki bizni Mayli, uchqun ishlashga ketdi. Endi biz xo'sh, endi bolta. Eng kerakli asboblarimizni oldik va endi biz kreativda emasmizmi? qanday La'nati jonga tegdi. Shu reklamani qo'shgan kim ekan? Kim bo'lsa ham jigaring ekan. Bol pashasin boshladim. Uzr, video buzilib ketdi. Lekin buni to'g'rilash kerak. Minecraft'lar qo'shiladi mencha fikrimga, chunki bu juda ham bir jinnilik. Minecraftga reklama shart emas. Oltinga o'xshatib yuborman, adashman. Nimani? O'xshash narsani-da. Mana nihoyat hamma narsa qo'yib bo'lindi. Endi biz temir kavlashga o'tamiz. O'rgimchaklar chiqib qolmasa bo'ldi. Men zombilar va skeletlarga qaraganda ko'proq o'rgimchaklardan qo'rqaman. Chunki ular birdaniga kelib o'lmasga shayga o'xshab hujum qilaveradi. Jonga tekkan asab buzarlar. Ko'zi. Nima bo'lyapti? Endi water drop emas, lekin shunga o'xshash. Xo'sh. Voy, endi ochiqcha qolib ketdi.
Xo'sh. Mana umumiyga o'tamiz. Pech. Voh. Asab buzar nameshi. Hamma. Böyle internetni o'chiramiz. Xo'sh. Mana nihoyat. Pechka. Ko'rin pechkaga temir Ozgina jim tur, g'ilayligim tusib oldi. Ko'ra olmayapman hech qayt. men ham ko'rmayapman. O ana. Voy, yaxshi. Yo. Shunchaki yer ekan. Bitta bor. Sen. Voy. O zombi. Kirkani ko'zingga tiqib olaman. Qoch. Qoch dedim. Qoch. Kirkani ko'zchangni uyib olaman kirka bilan. Men nima dedim? Ko'zingni uyib olaman dedim-ku. Zombi. Ko'zi tushmadi-ku. Nima qildi? Qoniga sanchisi zo'r ishtishadi lekin. Bunaqa omad hech qachon bo'lmagan. Ayniqsa menda. Yo'q, mencha bu omadsizlik. Bu yerda juda ham ko'p lava bor ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Tur. Oltin bor ekan. Voy, yomon og'ritdi. Oy. Ana sandiq. Yo. O'tolamiz. Bir blokda ichiga sig'amiz. Ikki blokda ichiga sig'amiz. Xo'sh. Mana nihoyat sandiq ehtiyotkorlik bilan musor. Zapti portalda yoqishga bo'ladi. Lekin portal buzuq-ku. Qani? Ana. Yo'qroq obsidian bor. To'g'ri. Ana shuni ko'rishga. Yo'qroq obsidian. Hozir juda ham xavfli ish qilaman. Avval aniq. Pashol. Yo'q, boshqa blogim qolmadi, xo'sh. O'xshadi. Artida ko'proq narsa o'xshar edi. Xo'sh, mana shu yerda yonmasmikanman? Barbekyuga kelmanglar do'stlar. Atrofini o'rang. Nima bor? Sog'li. Rahmat. Alhamdulillah. O'xshadi. Ko'p narsa o'xshayapti. Endi avval nima edi? Shu nima edi? Pechka qilib olishga chiqing. Bo'lmasam bo'lmaydi. Sendan yaxshi bo'ladi. Tushdimi? Qo'ylar kasasa tushmay. Nima bularda shoxi bormi? Lekin tezkor ulanadi. Juda yaxshi, yonmaydi. Avval pechka qilishga deb Avval emas, 4 burchakku Minecraftda. Pechka yasamang? Yo'q, mencha tema kerak. ana 3 xunchani IQ'si ishlab qoldi. O'l, men versakchani tashlab ketman. Bu yerdan hech qanaqasiga Endi bu yerdan chiqib ketish kerak. Voy, shu xalq tomoniga tayyorlanish kerak. Bekor tushibsiz siz. lekin pechka yasasak bo'ladi-ku. Yasanglar. Yo'q, taxta afsuski emas. Versak yo'q. Yo'q, ishni qanday yasasiz? Pechka nima yasa bo'lmaydimi? Mayli portal. Bu safar sen bizga omad bermading. Xo'sh. Bu qandaydir omadli omadsizlik bo'ldi. Zatta narsa oldik-ku, oltin omadiga va Voy, nimaga qorong'i tushdi? Shuni kerak-ku. Voy, jonim. To'xta, qorong'i tushdi. Tepaga chiqib bloklar ko'rasiz-da. To'lab. Uncha yomon joy emas ekan. Uncha yomon ham joyda. Joyda men jahlim chiqibdi-da. Orqalar, bu yerdan qanday chiqamiz? Afsuski, video zirkarli bo'lib qoldi. Nega menda hech narsa o'xshamadi? Endi men bu yerdan qanday chiqaman? Negalar bunchalik omadli omadsizman? Mani. Chiqaman bu yerdan, so'raman. Zombi yo'qmisan? Va nihoyat men o'z shamchalarim bilan tepaga qarayman va tepada tepada ekan.
Endi вообще orqaga qaytib daraxtga olib kelishim kerak. Bu qadar bo'ladi deb o'ylamagan edim, do'stlar. Shunaqa zo'r omadsiz kelyapti. Bu omadsizlikda nima kerak bor menga? Tepamda ham blok bor. Sotib topishdi. Endi g'alatida nima kerak bunaqa omad? Bunaqa omadni boshimga uramanmi? Qayerdan kirgandim? Ha, mayli. Tan olaman, men u darajadan no'noq emasman degan gapni qaytarib olsam bo'lar ekan. Va, tashqarida qorong'i tushgan uchun men o'zim qayerdan kelganimni bilmay qoldim. Menda bloklar tugaga короче. Tilim sepidan chiqib ketdi. Va, o'lim. Nimaga? O'lim bilan salomlash sunnat. Nimaga? Voy, ismini aytib qo'ydim, mayli. Obunachilar. Omad orqasidan. Qor yog'yapti. Qor? Yo'q, omad orqasidan qor yog'yapti deyapman. Hali ham gapni. Skletmi? Orqaga. Yes, kaletingga qarab o'tirmayman. Endi butunni qanday o'tkazaman bilmadim, lekin men g'irrom qilmayman. Obunachilar uchun. Nimaga blok qo'yilmayapti? Tagizda eshak bor. Kuldirma. La'nat. Atiq qishloqni kuldiradiku. Shunaqaga o'xshab. Tagizda kuldiradiku. Mol bor. Hav. Anvetda nima bola? Yoritishni. Ya 12 almoqti. Tahminan aytdim. Lekin bizda yo'qku. Nega ulardi? Qo'pol. Ko'pam bo'lmadi-ku, nima kun. Ha. Biz qishga tushib qoldik. Qishda kechqurun uzoq bo'ladi-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Amal obunachilar. Bu hech nima emas. Biz baribir tirik qolamiz. Xo'sh, gavlandimi? Yo'q. Tirik qolish bizga gap emas. Biz baribir o'ramizku. Hazillashdim. Bizga bu matn. Juda ham qiyin bo'lyapti. 3 kun kelsa ancha kuldirardi. Kayfiyat yo'q. 3 kun nimagadir yuguryapti. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Men oldimda hozir 3 kun bo'lganda aniq blok berib turgan bo'lardi. Afsuski menda blok yo'q, lekin hozir o'zim qo'shilib o'ynash kerak. Keyingi videoda qo'shilib o'ynaymiz. Ko'ringlar. Agar keyingi video chiqsa-da, keyingi yil chiqadi desam ham bo'laveradi. Xo'sh, bu yerda moblar yo'q. Lekin juda qop-qorong'i. Men bu yerga qaytib tushib, bitta fonarchamni olib olaman. Video boshidan qiziq ketmaslikni boshladi, chunki bu yerlarda juda qiyin ekan yashash. Minecraft o'ynamaganimga ancha bo'ldi desam tan olish darajasiga yetib keldim. Mana verstak. Mana nihoyat bizning xaloskorimiz. Jon, Muncha yorug'. Ta'bbaydim. Yo'q. Uxlash kerak. Qachondir bo'ladi. Toshda uxlab qolsaga. Zo'r bo'ladi. Obunachilar yotoqlaringni berib turaman. Qaysilaringni bor? Bizdan bemazalashma. Nega? Hozir obunachilar menga negativ deydimi? O'chanaqa yozib tashlasmasin. Negativ meni zararimga ishlaydi, adashmasam. Yozmaysizlar, to'g'rimi? Nima qo'yinglar? Hech nimani. Faqat qop-qorong'i. Bu yerlardan chiqish mencha azobning o'zginasi. Xo'p, mayli, sizlar xavotir olmanglar. Men hozircha videoni